Assalomu alaykum. Qonunchilikda bo'lgan yangi o'zgarishni hammamiz bilib qo'yishimiz kerak. Bu inson huquqlarini ta'minlash yo'nalishidagi bitta yaxshi qadam desa ham bo'ladi. O'rtoqlar, ayniqsa telefon, planshetdan, kompyuterdan foydalanayotgan har birimizga bu tegishli. Bu hayotimizni va asossiz ayblanib yo sudlanib ketishi oldini olishda juda ham kerak holat. Demak, Jinoyat protsessual kodeksiga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra, demak, o'tgan yil oxirida kiritildi bu. Ikkita yangi modda qo'shilgan. Bu elektron ma'lumotlar va raqamli dalillar degan tushuncha, alohida moddalar kiritildi. Endi mana shu kiritilgan qo'shimchani talablaridan kelib chiqadigan bo'lsak, bundan buyon sizni yo'lda kimdir to'xtatib yoki bir joyda o'tirgan bo'lsangiz, kelib telefoningizni ko'rmoqchiman, ichida nima bor, qani och, planshetingni och va hokazo degan talablar qo'yadigan bo'lsa, endi siz to'liq komil ishonch bilan aytishingiz mumkinki, kechirasiz. Siz bu joyga mutaxassis taklif qiling va xolislarni chaqiring, kamlikda xolis bo'lish kerak. Va mutaxassis ishtirokida ko'zdan kechiring degan talabni qo'yish mumkin. Chunki mana shu 204.1 modda, yangi kirgan moddaga ko'ra bu elektron ma'lumotlar degan tushunchaga izoh beryapti. Bu moddaga ko'ra elektron ma'lumotlarga nima ekanligi tushuncha berildi. Ya'ni elektron ma'lumotlar elektron qurilmalardan, axborot tizimlaridan, shuningdek axborot texnologiyalaridan foydalangan holda yaratiladigan, ishlov beriladigan va saqlanadigan ma'lumotlar deb aytilyapti. Ya'ni telefonda yozishingiz mumkin, o'sha planshet orqali yozib, yaratib, videoga olib va hokazo qilib yaratiladigan ma'lumot haqida gap ketyapti. Demak, bu aniq bo'ldi. Demak, bu elektron ma'lumotlar ekanligi va mana shu elektron ma'lumotlarni ko'zdan kechirish davrida ham, jarayonda ham o'sha elektron ma'lumotga shikast yetkazib qo'ymaslik nuqtai nazaridan mutaxassis ishtirokida ko'zdan kechirgan degan talab qo'yilyapti, o'rtoqlar. Yoki olib qo'yishga to'g'ri kelishi mumkin. Shu telefoningizda nimadir topdim, men olib qo'yaman buni deb, ba'zan olib qo'yish ham bo'ladi. Olib qo'yadigan bo'lsa ham yoki planshetdami olib qo'yadigan bo'lsa ham u bayonnomada qayd qilinishi kerak va mana shu jarayonda albatta mutaxassis bo'lishi kerak, ishtirok etishi shart. Chunki mutaxassis o'zining qiladigan ishlari bor u jarayonda. Ko'pchilikda shubha bo'ladi, meni telefonimni olib qo'yib yoki planshet yo noutbukimni olib qo'yib o'zlari kiritib qo'yishibdi qanaqadir taqiqlangan o'sha materiallarni, mana endi shuni asos qilib meni javobgar qilishyapti degan shunaqa e'tirozlar ko'p bo'lgan va hali ham tugagani yo'q. Masalan, kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi, ko'rdik. Demokrat o'zi xodimi va rahbari mashinada o'tirganda gaplashib, adashmasam Milliy gvardiya xodimlari edimi yo ichki ishlar xodimlari edimi, kelib xullas tekshiruv, ko'zdan kechirish harakatlarini qilyapmiz dedi. Mana shu jarayonda agar xolislarni chaqirib, bayonnomalar tuzib, hammasini shu tartib bo'yicha qilgan bo'lsa, bu to'g'ridir. Lekin agar unday qilmagan bo'lsa, u noqonuniy bo'lgan bo'ladi. Endi bunga baho beradiganlar bor, to'g'ri. Endi xuddi shunaqa jarayon bo'lishi mumkin. Shu jarayonda telefoningizni, kompyuteringiz yo planshetingiz yo fleshkangiz bo'lishi mumkinmi? O'shalar ham ko'zdan kechirilishi mumkin. Aynan mana shu elektron ma'lumotlar mavjud bo'lgan shunaqa qurilmalarda, shu jumladan telefonda, demak, bundan buyon ko'zdan kechirmoqchiman desa, shunchaki u bu harakatni amalga oshira olmaydi. Siz ishonch bilan endi bundan keyin kechirasiz. Shu soha bo'yicha IKT, ya'ni axborot texnologiyalari sohasi bo'yicha mutaxassis taklif qiling. Marhamat, mutaxassis ishtirokida ko'zdan kechirasiz mana bu nimalarimni, telefon, boshqa shu qurilmalarimni degan masalani qo'yishingiz mumkin. Qo'ying ham, bu qonun talabi. Demak, mutaxassis taklif qilinishi kerak va ikkita xolis guvoh bo'lishi kerak. Chunki shu boyagi shubha bo'lmasligi uchun nimadir joylashtirib qo'ymayaptimi, o'zlari kimnidir shaxsiy adovati bor, atayin podstavka uchun podstavnoy ishmasmi degan shunaqa shubha bo'lmasligi uchun mana shunaqa talab qo'yildi. Raqamli dalillar tushunchasi ham berilgan. Raqamli dalillar tushunchasida ham demak ish uchun ahamiyatli bo'lgan ma'lumotlar mavjud bo'lgan elektron ma'lumotlar, shu jumladan elektron fayl, audio, video yozuv, internet tarmog'ida saqlanayotgan ma'lumotlar va boshqa elektron ma'lumotlar raqamli dalil hisoblanishi ko'rsatilyapti. Demak, raqamli dalilda ham demak o'sha elektron ma'lumotlarga nisbatan qo'llanilayotgan hamma talab bunga nisbatan ham qo'llaniladi. Ertaga u dalil sifatida e'tirof etilsa.
ya'ni elektron ma'lumot keyinchalik dalilga aylanishi mumkin agar dalil deb topilsa. Agar o'sha olib qo'yish jarayonida shu elektron dalil mavjud bo'lgan o'sha telefonizmi, planshetmi farqi olib qo'yishda va ertaga sudga olib chiqishda agar mutaxassis ishtirokisiz ko'zdan kechirilib, mutaxassis ishtirokisiz olib qo'yilgan bo'lsa, bu nomaqbul dalil hisoblanadi. Ertaga sudda o'tmaydi bu. Mabodo kimdir shuni o'tkazmoqchi bo'lsa, bilib qo'yinglar. Kechirasiz, ertaga sudda buni o'tkaza olmaysiz. Chunki siz mutaxassis ishtirokisiz buni amalga oshirdingiz degan masala qo'yish mumkin. Va nihoyat uzoq vaqtdan beri mana shu bahsli edi va nihoyat qonunchilikka bu o'zgartirish kiritilib, bu yangilik sifatida amaliyotga tatbiq qilinyapti. Men juda ham xursandman bu jarayondan, o'rtoqlar. Men buni o'sha deputatlik davrimida ishlab yurganimizda o'zim mas'ul bo'lib olib chiqib kiritishga harakat qilgan edik va afsuski o'sha vaqtda o'tkaza olmagan edim. Bir qator bahslarga sabab bu. Bunga qarshilar ham juda ko'p edi. Ayrim idoralarimiz tish tirnog'i bilan ochiq qarshi edi. Chunki mutaxassis topib berish oson emas bu soha bo'yicha. Mutaxassislar yetarli emas va har doimo mutaxassis tez topib kelish imkoniyati bo'lmaydi va bu bir qator ishlarga xalaqit berishi mumkin. Lekin biz inson huquqlari ustuvor bo'lgan kuchli fuqarolik jamiyati qurmoqchimiz. Shu yo'lda ketayotgan ekanmiz. Qonunning talabini bajarish shart. Bu narsani kiritilishi nimaga olib keladi? Nimaga? Bu mana telefonlarda ayniqsa ko'p kuzatilyapti. Shunchaki kimnidir zakaznoy ish bilan kirgizib yuborish kerak bo'lsa ham, telefonini shunday olib, yo'lda ketyaptimi yo bir joyda ushlab olib, qani telefoningni berchi bu yoqqa bitta qaray deb bunday qarab, ichida taqiqlangan narsalar bor ekan. Buni olib qolamiz o'zimiz bilan. Ekspertizaga beramiz deb olib qo'yib, mutaxassis ishtirokisiz va xolislarsiz olib qo'yib, keyinchalik bilgan bir nima qilsa shuni qilib fuqarolar sarson, sargardon qilishga olib kelayotgan holatlar ham afsus yo'q emas. Bor shunaqa holatlar. Mana bugun menga ertalab masalan Dehqonoboddan bitta fuqaro keldi. Dehqonoboddan keldi. Shunchaki ichki ishlar xodimi shaxsiy adovatdan kelib chiqib, telefonni olib qo'ygan va ichida keyinchalik mamlakat ma'lumotlar chiqdi deb jinoyat ishi yasab fuqaroni javobgar qilib yuborgan. Mana hech qanaqa mutaxassis ishtiroki bo'lmagan, talab yo'q, xolislar yo'q. Mutaxassisni qiladigan ishi bor. Mutaxassis o'sha elektron ma'lumotni o'sha olayotgan vaqtida kerak bo'lsa uni o'zlarida talablari bo'ladi, hash kod degan narsa. Shunday qayd qiladiki, u ertaga uni kimdir nimadir joylab qo'ysa ham, kiritib qo'ysa, yo o'zgartirsa u bilinadi. Sudga borganda, bu o'zgartirib qo'yilgan-ku deb o'sha ko'rinib turadi. Buni mutaxassislar biladi. Shuning uchun mana bu o'zgartirish kiritilgan qo'shimcha bu juda ham fuqarolar foydasi yo'lidagi talab bo'libdi. Men inson huquqlarini yana ham ta'minlash yo'lidagi bitta qadam deb hisoblayman buni. Buni ochig'i o'sha men ishlab yurganda o'tkaza olmaganman. Bir qator idoralar ham qarshi bo'ldi, bir qator deputatlarimiz bahslashib ketganmiz. Lekin shu mana o'tgan 24-yil oxirida o'tdi va bugun mana kuchda hozirgi ishlarda bu demak qo'llanilyapti. Demak, fuqarolarimiz ham bilib qo'yishlari kerak. Siz ko'chada, bir joylarga kirishda, metrodami va hokazoda sumkalaringizni titishadi ba'zan, ko'zdan kechiryapman boshqa deb. Aslida qonunchilik talabidan kelib chiqilsa, bu ko'zdan kechirish hammasi xolis ishtirokida bo'lishi kerak, bayonnoma tuzilishi kerak. Endi uni ko'pchilik talab qilmaydi, biz ham mayli xavfsizlik nuqtai nazaridandir deydi. Lekin telefonlarni titish masalasida, planshetlarni titish masalasida, shunaqa elektron qurilmalar titib, elektron ma'lumotlarni ko'zdan kechirish masalasida o'rtoqlar, aniq bu qonun talabidan endi chetga chiqish kerak emas. Marhamat, mutaxassis olib kelsin, o'shani ishtirokida qo'ysin. Ana o'shanda boyagiday zakaznoy ishlar oqibatida odamlarni nohaq javobgarlikdan saqlab qolishga bu yo'l beradi, imkoniyat beradi. Buni demak hammamiz bilib qo'yishimiz kerak va mana shunday qonundagi imkoniyatlardan foydalanish kerak. Oddiy boshqalarga ham yetkazib qo'yadigan, oddiy tildagi yetkazib qo'yadigan bu ma'lumot edi. Istagimiz shu, qonunda berilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri ma'noda foydalanaylik, suiiste'mol qilmagan holda va huquqlarimizni to'g'ri ro'yobga chiqarishga erisha olaylik. Bizni surishtiruvchi, tergovchi va o'sha tergov qadar tekshiruvni amalga oshiradigan boshqa shaxslar bor, sud bor. Ochiq ularga endi oson emas, oson bo'lmaydi, lekin biz ularga
toqatli bo'lishi, sabr qanoatli bo'lishi va mana shu yangi qonun talablariga ham to'liq rioya etishlarini so'raymiz. Chunki ularni o'zlari ham bir vaqt o'zida fuqaro. Agar o'zi hozir mana shu qonun talablariga rioya qilmay kimnidir huquqlarini poymol qilsa, ertaga u insonni o'z o'rniga o'zi ham tushib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir qonunning talabiga to'liq rioya qilsangiz, ertaga sizga nisbatan ham xuddi shu talablar qo'llaniladi. Tizimni yaxshilash kerak, ishdan chiqarish kerak emas. Shunda tizim sizga ham yaxshilik uchun xizmat qilib beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat.